Bizda 25 kilometr cross. Tayson, bitta savolim bor. Bitta tishing qani? Bitta tishim nasib bo'lsa endi u Rossiya taraf keldim. Rossiyaga pul kerak bo'lib qolgan, sotib yubordim. Nasib bo'lsa bir ham zo'rdan qo'ydiramiz. Yana jangda g'alaba qilsa. Tushundim. Qizcha rosa ham uyalchang ekan-a? Qo'lidagi pulini sanaymiz. Primerna 45 ming bor. Bola mazasi bo'lmayapti. Onasi ham baqirayotgan kim edi? Ana uyalib chiqib ketdi. Bola kundirgani ketdimi, qaqadir ketdi ketidan. Ikkinchi qismi bor. Ikkinchi qismida qiz o'zi uyalmayapti. Artyom aka video tushib qoldim deb qo'rqib ketdi, lekin biz fonga qo'yib qo'yamiz yuzini. Qizni qo'ldagi pul haligacha 45 ming, e'tibor beramiz. Zato uyalmayapti. Video davomini ko'rish uchun Telegram kanalimga o'ting desam. Agar bir marta kursga borsam ham mashinasini hammasini tarqatib olasiz, birovga ko'rsataverasiz. Bir marta Manjalaqi demasin bo'lmasa. Manjalaqi. Men narsalarimni bersin. Mana narsalarimni bersin. Mana narsalarimni bersin. Mana narsalarimni bersin. Hech narsa bermaydi. Endi ko'rasiz siz. Ko'rasiz, ko'rasiz. Mana meni qaynam bilan qaynatam hayotimni buzgan mana shular bo'ladi. Mana shular, mana o'g'liga telefon qilib, mana shular bo'ladi. Mana bolamni yetim qilgan mana shular bo'ladi. Mana shular bo'ladi. Qarang, siz maslahatingiz kerak. Yigitimnikida chichkim kelib qoldi. Hididan uyalmayman. Gugurtingiz bormi? Bor. Chichi bo'lganingizdan keyin gugurt olasiz. Yoqasiz. Bu tutuni, bu olov sizni hidingiz bilan ximiya yuz berib, hid respiratsiya bo'lib ketadi. Qolmaydi shunaqa. Tolibi Jalab ustozi katta Jalabchadan so'radi. Ustoz, shu ketishda ketsak matkamiz yirtilib ketadimi deb. Ustozi Piri Jalab maqolni qarangizlar, bu qorami ikkovi ham odam bo'lmaydi bular. Mana qanjiqchani men sudrab olib keluvdim. Itdan buyobira qiluvdim, yana qochib ketibdi o'ynashdan bo'lgan. Mayli, bular bir kun kelar. Yana ko'tiga butilka qoqaman men ikkovini. Zir ko'taningga yirtaman endi ikkovingga. Men gardak bir chalg'ib qoldimda quturibsizlar. Monster qaytdi. Endi ko't yirtish boshlandi. Matkani tepaga ko'tarish. Zir. Bugun men jonim bilan dam olyapmiz. Jonim bilan gapirib istalik. Nima deb gapiray? necha marta yomon yo'lga kirib ketish imkonim bor edi-da, lekin bittasini ham qo'ldan boy berganim yo'q. Boyib jala, meni yurtimdan bo'lib tur shunday ish qilib. To'xtab tur. Ha? Jim turgan. Deymisan? Yo'q. Yuziga yo'q. Qo'taqa. Ko'tingga sitirayotgandimi? Gapir. Gapir. Onangni amiga qo'raman gandon. Onangni ski. Qayerdansan? Geymisan yo'qmi? Geyma. Geymisan? Bunday qil. Yo'q. Qiz. Yo'q. Qarama, Anjonda bo'lgan. Onangni ski gandon. Gandon bola, ko'kka sitiraydigan. Tog'ani urma, tog'ab. Ishtiringlar, bu Andijondanmisiz? Andijonliklarga gapim mana. Prosta Andijondan juda ko'p chiqyapti-da, shunaqa gay, LGBT, Namangandan ham juda ko'p chiqyapti. Hozir gapirsa gapirma bo'layapti. U tudasi o'zlaricha publikaga o'ylab tashlasa, juda ko'p chiqyapti-da, mana shu sizlar tomonidan. Mana shunaqa narsalar xora. Bu eski video edi o'zi. Eski video ekan, buni yana qo'zg'abdi-da. Undan boshqa juda ko'p videolar chiqyapti. Sizlar haqlaringizda o'sha g'odiy tomon juda ko'p bular gapirsa o'pkalaringiz katta, lekin bir narsa deyish qiyin sizlarga. Tillaringiz bir qulochda, sizlar bilan gap bilan
kelishish qiyin, chunki 80 ga saboq, 90 ga tog' qilib berasizlar-da. Ozginagina yig'ishtirib qo'yinglar o'zlaringiz. Bo'ldi, shuni aytmoqchi biz bu geylarimizni, ko'tlarimizni bo'ldi. Rossiyada ham buzyapsizlar ko'p narsani. Shuni aytmoqchi edik biz endi. Bo'ldi. Kosmosda qilsa gaplashib olamiz deb o'yi bilan.